Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Aziz do'stlar, aziz muxlislar, aka va singillar, umid qilaman sog' salomat bo'lsangiz. Yillardan 2026-yil 27-may kunlardan chorshanba, birinchi Qur'on hayit bayrami hammalarga qutlug' va muborakbod bo'lsin deb tilak qilamiz. Do'stlar, mana O'zbekiston Toshkentdan bitta hoji akamiz, bitta qo'chqor va ukalari ham bitta qo'chqor Palvon akamizga, o'z akamga qurbonlik qil deb jo'natgan ekan. Va qiynalgan mustayiq boquvchisi yo'q oilalarga o'zing tomonidan bergin deb uzatgan ekan. Ilohim qilgan qurbonliklari qabul bo'lsin. Ukalarning ham, hoji akamning ham inshaalloh juft halollar bilan haj umraga, haj safarlariga, farzlarga barkandatlik ukalariga va o'zlariga yana ham Allohning o'zi nasib qilsin. Shunaqa qiynalgan mustayiq oilalarga yordam qilsa, farzandlarni ham shunaqa sahih va yordam qiladigan qilib Alloh o'zi qilsin.